Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Mana biz anchadan beri murojaat qilmagandik. Nimaga deganda biz Oliy sudga protest shaklda protest kiritgandik akamning ishi bo'yicha. Bizani bugungacha yana aldab keldi. Mana bu Baxtiyor Islomov mana yaqinda lavozimidan ketdi. Prezidentimiz uni ishlamaganligi uchun, odamlarni sarson qilganligi uchun mana ishdan olib tashladi. Endi yangi sudya keldi. Biz o'sha paytda endi ishimizni ko'rib beradi. Chuqur o'rganishda ishingizni hal qilib beradi deb matbuot kotibi bizga aytganda, biz o'shaning uchun ishonib 2 oydan beri murojaat qilib chiqmagandik. Mana endi yaqinda bo'shashimdan oldin bizning ishni yana ko'rmasdan birinchi o'rinbosari Usmonov ko'rib chiqqan. Yana rad etib turibdi. Bu mana bu qarorida yana aytibdi, men bu Qozog'istonga o'tib 10 ta furani oldiga chiqib dedi. Akam Qozog'istonga o'tmagan, 10 ta furani tanimaydi. Men sudga yana akamni chaqirtirmadi. Yana yopiq sud ko'rdi bu, ya'ni yopiq ko'rdi. Hamdasa men bu Baxtiyor Islomovni o'zi ko'rmasdan yana qochib ketdi. Bu yerda korrupsiya hali ham kuchini yo'qotmay turibdi korrupsiya. Hamda bularga bosim tepadan Nig'matullo Yo'ldoshev tomonidan bo'lib turibdi hali bugungacha. Endi biz hozir kunda yana endi Oliy sudga mana Rabaxon Mahmudova endi yangi ishga kelganligi uchun biz yana yangidan endi murojaat qildik. Endi yana protest shaklida endi yana ariza berdik. Endi Xudo xolasa endi biz murojaat qilishimiz prezidentga yana prezidentimiz ishlamaganligi uchun bo'shatgani uchun yangi endi ayol kishini qo'ydi, ishlaydi. Men senga ishonaman dedi. Biz ham o'shanga ishonib endi yangidan beryapmiz. Hali bugungacha jinoyatchini topmadi. Mana jabrlanuvchi qamoqda o'tiribdi, jinoyatchi ko'chada o'tiribdi. Bu korrupsiya endi qachon yo'qoladi O'zbekistonda bilmadim buni. Bir guruh shaxs, har doim aytamiz, bir guruh shaxs deyapti, bir guruh shaxs bo'lib deyapti, jinoyat oldindan til biriktirib jinoyat sodir qilgan dedi. Mayli, jinoyat qilgan bo'lsa, uni sheriklari qani, qachon topadi u sheriklarini? Hali bugungacha topilmadi bu. Men bu dargovchi oldiga borsangiz, diyali ochiq turibdi dedi. Topamiz dedi. Tergovchi aytadi. Jinoyatchini dedi topamiz dedi. 3 yildan beri hali topmadi. Qachon topadi uni bilmadim men. Mana yaqinda bir qiziq tomosha bo'ldi. Bizlar O'zbekistonda sudyalarni hozir 3 tasining ustidan jinoiy ish ochilgan. Qolaversa, yaqinda bittasi chiqib o'lgan odamni oqlab o'tiribdi. O'lgan odamni aybi yo'q. Buni oldingi sud noto'g'ri ko'rgan, o'lgandan keyin oqlab o'tiribdi. Bu kulgili. Sizlar ya sudyalar yana o'tirib turib, akam o'lgandan keyin oqlaysizlarmi endi? U ham Karimov G'ayratdan aybi yo'q edi, bu jinoyatchi emas edi, bu pul olmagan edi, bularni tanimaydi bu deb o'lgandan keyin oqlab chiqasizlarmi endi sizlar? Baraka topib qo'ysizlar. Rabaxon Mahmudova endi sizdan bir adolatli, bir ishonchli video kamera bilan bir sudni bo'lishini ta'minlab berishingizni so'raymiz. Bu shaffoflik bo'lsin deyapti, ochiqlik bo'lsin deyapti prezidentimiz. Mana Baxtiyor Islomov prezidentimizga qarshi bo'lgani uchun mana endi unga ham jinoiy javobgarlikka tortadi. Endi uni ham Xudo xolasa, uni o'zidan o'zi bo'shamaydi u. U shunday qo'l ostidagi xodimlari ishlamagan uni. Mana ko'rib turibdi ishlamaganligi. Hammasi korrupsiya o'chog'i bo'lib ketgan edi, korrupsiya hozirgi kunda. Mana akamni hali bugungacha ushlab o'tiribdi. O'zini bir marta ham sudga olib kelmadi uni. Bir marta ham sudga olib kelmadi. Sening nima darding bor, nima o'g'irlik? Oliy sudning oldiga borsang, matbuot kotibi chiqib bizga ma'lumot beradi bu akang o'g'irlik qilgan deb. Prokuraturaga borsang, matbuot kotibi chiqmay qochib ketadi u. U ham bizga hech nima demaydi. Bular qo'rqmasa, haqiqatdan akam jinoyatchi bo'lsa, o'g'irlik qilgan bo'lsa, matbuot kotibi chiqib turib nimaga aytmaydi? Men shunda o'g'irlik qilgan deb. Prezidentimiz sizdan bir iltimos. Hamdasa Rabaxon Mahmudova endi sizni ishingizni bu yoqda ko'ramiz endi. Butun dunyo ko'radi ishingizni. Siz ham shu o'sha Baxtiyor Islamovga o'xshab hamma yerni korrupsiya deb
Kıvarsanız indi bu vicdanınıza bağlı. Ben bu kolasını isteği hem mesuliyeti boşaltışınız gerek bulanı. Hiç kası işlemiydi bulanı. Hürmetli Prezident Ülke, bana şu benim oğlum 3 yıl oldu, ne sudda görüp çıkardılar. 3 yıldan beri onun izinde sersamız 80 yaşımıza girgende 3 yıl oldu görüyorum, barıp görün desem medarım yetmedi indi. 3 yıldan beri görmedim bu oğlunu. Karamını etim oturan günahıyla ne için tapıp vermedi? Ya ne için bir farklı ne tohum açıp çıkar mıydı? Ne bir günah babalarını işlet koymadan ait mıydı? Kudayım benim babamın 80 yaşında işlet koydu. Şunu etip oturgan yanında kime bu? Muhammed Yoldaş Okman. Kudayım ben 80'de işlet koyacağım. Bu zaman 100 yaşlıyım ben. 100 yaşında işletip ölmüş ulan ahına içe balacağız şimdi. Ecirini çekip ölüge. Kudayım Allah'a tapşırdım. Şu akaca kargamadım. Balacağızın sağ olsun dedim. Balacağızın da evi yok dedim. Kudayım indi kargıma. Allah'a tapşırdım. Allah'a. Kudayım Allah vergey cezasını. Benim oğlamın ne eybi var. Ne işitip berktuğun. Ne yamanlık açıktı. Kiminin üyine girdi. Kiminin malını olan açıp versin ahır şunu. İnanın etti. Balanın yüzü içine zanet koydu. Şuna koyup da ne için ait mıydı? 3 yıldan benim balamı görüyorum ben. Böyle çağımda indi. Kaçan edişin hep işliydi ola. İflasla. Adamların pırmayla. Sen yağın yoldaşlık diyen var mı? Senin elinde edip yürümeyesen. Senin her bu bildiğin bilsen benim koluma bu neydi de. Senin zefende kuda böyle. Senin dillanı her mal bakıp geleni görgenmiş. Sen iş yapmamına kudaytanın üstünden geçip bir günde yirdin bulasan eli. Sürüsün güven bana karab adamların bir rahmetim işlesen. İşlemesen kudaydan top gittiysen kudayım. Hürmetli Prezident Ülke, bu kolasınızda işlep duran Ahmetullah Yoldaşok degen kudayım 100 yaşına girgenden benden beter sersan bulga yakır. Şöyle tutturdu bu hem yamarlıkını. O benim olamını niş etti, ne kastı bu benim olamda bana. Ahır o açık dersin, sen İlbir'e gelen bu arada benim aplardılar. Ama çıkıp şuna, seni buranın işin etken, kaytık yeme bir yere de kaytık verse bu muyum? Kudayım, ağzımdan kanın gelip ülgeyi kudayım. Nietzsche balan olsa şunu hemmesini ahırına kalkaysan, 100 yaşlarına sana kudadan. Kudadan tapkaysan. Hele senin dillanın Nietzsche'sini görgenmiş. Hele mal vakıftır. Hele sen bu neye kolunda kuda belki yok sana onu. Sen ona bilsen mi? Kaçan olsam tapırsan hele kudadan. Kudaya sen 3 metre tavşırdım. Sana 7 dudaktan cayal cerat kay kudayım. Bize yana sözümüz sonunda müracaatımız indi. Yani keyingi videoda yana indi. Xudo xolasa bundan ham yaxshi etib chiqarishga harakat qilamiz. Endi Toshkentga boramiz, yana Oliy sudga boramiz, yana prokuraturaga boramiz, yana ichki ishlarga boramiz, endi prezident qabulxonasiga boramiz, xudo xolasa. Endi hozir Oliy sud raisi Rabaxon Mahmudova, siz yangi endi tayinlandingiz, endi ishni bir aqlona ko'rib, buni tentak odam ham biladi-da, tentak. Ko'chada yurgan odam ham biladi. Bir guruh shaxs deyapti. Mana qo'lasini istay xodimlar endi. Bir o'zingiz diyalarni olib bir o'rganing endi. Sen o vaqtda islomga o'tirib, o'xshab, ichkariga kirib, kofe ichib o'tirmang. Baraka topmaysiz. Davlatning tekin oylig'ini olib. Buni tentak ko'chada yurgan odam ham biladi buni. Bir guruh shaxs deyapti, oldindan til biriktirib dedi, 6-7 tasi. Ya bo'lmasa aytsin, o'sha 6 tasi o'lib ketibdi. Bitta ekan qoldi, o'sha uchun ekanga qamab qo'yibmiz desin. Mana o'liklarni aqlab o'tiribsiz-ku, o'liklarni mana. O'lib yotgan odamni O'zbekistonda aqlab chiqdi. Jinoyatchi emas ekan deyapti. Bu kulgili bu endi. Bular endi Alloh taoladan so'rash kerak. Biza o'sha o'likni aqladik, sizdan iltimos buni tiriltirib bering, bu yashasın endi deyish kerak endi bular, sudyalarimiz. Shunda to'g'ri keladi endi bularning gapirib turgan gapi. Bular endi akam o'lgandan keyin aqlab chiqadimi? Sizdan iltimos